Kanada sayohat vizasini topshirish hozir nech pulga tushyapti va o'zi topshirish jarayoni qanday? Keling sizga shu videoda batafsilroq tushuntirib beraman. Avvalambor kerakli hujjatlarni o'zingizga tayyorlab olasiz elektron shaklda. Chunki Kanada vizasida hujjatlar elektron yuklanadi. Saytiga kirib, o'zingizga profil ochishingiz kerak bo'ladi va o'sha profilda anketalarni kashf qilib, anketalarni to'ldirasiz. Keyin kerakli hujjatlar va anketani to'ldirib saytga yuklanadi. Saytga yuklangandan keyin elchixona to'lovini qilish kerak va biometrik to'lovni ham birdan qilish kerak. Xo'p, umumiy hisobda birinchi marta topshirayotgan bo'lsangiz 185 Kanada dollariga teng. 185 Kanada dollari bu AQSh dollariga o'zgartirsak 140 AQSh dollari atrofida bo'ladi. Endi oxirgi marta topshirganimizda 136 dollar 11 sentga teng bo'lgan edi. Endi kursga qarab o'zgarishi mumkin. Elchixona to'lovi, biometrik to'lovni qilganingizdan keyin sizga 1 kun, ya'ni 24 soat ichida biometrik xat yuboriladi va o'sha xat bilan siz borib o'sha barmoq izlarini topshirish uchun joy olishingiz kerak bo'ladi. Barmoq izlarini hozirda O'zbekistonda topshirish iloji yo'q. O'shaning uchun o'zimizga yaqin bo'lgan qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Tojikiston yoki Qirg'izistonga borib topshirsa bo'ladi. Lekin boshqa Yevropa davlatlari yoki Osiyo davlatlariga borib topshirsa ham bo'ladi. Bundan muammo yo'q.